Bir tenga qimmat farzandni tarbiya qilish uchun top 3 ta maslahat. Okay, let's go. Birinchisi, farzandingizni boshqalarning bolalari bilan muntazam taqqoslang, solishtiring va uni seni qo'lingdan hech nima kelmaydi, sen bekorchi lapashangsan degan gaplar bilan haqoratlang. Ikkinchisi esa, farzandingizga hech qachon o'z mehringizni, muhabbatingizni boricha ko'rsatmang. Bu bolani psixologiyasiga juda ham kuchli ta'sir ko'rsatadi. Here I come. Oh, here I come. Va uchinchisi, farzandingizga muntazam qattiq, og'ir jazolarni bering. Jismoniy va ruhiy jazo bolani kelajakda nihoyatda nomustaqil, o'z fikriga va qat'iyatga ega bo'lmagan bola qilib shakllanishga katta yordam beradi. O'ylaymanki, mana shu 3 ta maslahatga muntazam amal qilib kelmoqdasiz va shunday davom eting. Yanada shunday bekorchi va bir tenga qimmat bolani tarbiyalash uchun kerakli maslahatlar kerak bo'lsa, albatta kommentariyada plus qoldiring.